Assalomu alaykum hammaga, hamma mevani sevuvchilarga. Men hayronman. Ikkovi ham bir xil shaftoli. Bu super, bu oq shaftoli. Buni ichida nima borki, odamni sveji qilib qo'yadi. Hayronman. Boshi og'rigan odam yesa, boshini og'rig'i to'xtaydi. Eshitishimcha, ammo qon aylanishini yaxshilaydi, sirkulyatsiyani yaxshilaydi deb eshitganman. Buni qarang. Yozda mevasi baribir. Biz hamma dori o'zimizda ekan, biz doktor yuramiz ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu ishni qattiqroq oling. Mendan emas, tavsiya qilaman. Bozordan 1 kilo olib yeb ko'ringlar. Nahorda zo'r bo'ladi.